200 million bilan Yashil dunyodan 2 xonalik tayyor uyli bo'ling. Hozirdan bitta like tugmachasini bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Chunki bunaqangi arzon uy yaqin 1 yilda chiqarilmagan. Hozirgi manzarani ko'rib turasiz. Yashil dunyo, Elta House domlari va undan keyin 7 qavatli domlar. 2018-yil qad ko'targan 7 qavatli uylarning birinchi qavatida umumiy maydoni 44 kvadrat bo'lgan 2 xonalik tayyor uyimiz sotuvda. Mehnatimizni qadrlagan holatda boya aytib o'tganimizdek like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying, do'stlaringizga ulashib qo'ying videoni. Kommentariyada o'z fikrlaringizni kutib qolaman. Demak, tashqi eshikdan kirib kelishimiz bilan koridorda bizda to'g'rimizda mehmonxonasi joylashgan aziz obunachilar. Birinchi etajda bo'lyapti, hech qanday liftni aloqasi yo'q va g'ishli uylardan. Eng asosiysi yangi g'ishli uylardan bo'lib turibdi. Hozirgi paytda ham ijaraga 2,5 million so'mga oila turibdi. Hamma jihozlari qoladi, xolodilnik, konditsioner, televizor deysizmi, gilamparda barchasi qoladi. Sraz nomingiz o'tkaziladi, aslo muammo. Faqatgina tezda shoshilamiz. Videomiz chiqqandan keyin 2 soatda 1 soat sotilishi mumkin aziz obunachilar. Demak, bu yerda esa spanli xonasi edi, ko'rib turganingizdek. Bu yerda dush bilan hojatxona birgalikda. Bilamizki, 7 qavatli uylarning, ya'ni 44-45 kvadratli uylar ikkalasi bitta, dush bilan hojatxonasi bitta joyda. Ko'rib turganingizdek, yarmigacha kafillangan. Aytgancha gaz, suv, svet, kanalizatsiyada aslo muammo yo'q. Bu yerda 7 qavatli uyda yashaydiganlar kommentariyada o'zlari yozib ketishadi. To'g'rimiz esa oshxona hisoblanadi, katyonlari bor. Hozirgi paytda qish kelyapti, aslo muammo yo'q, qiziydi. Tezda shoshilamiz. Aytib o'tganimizdek like bosamiz, do'stlarga yuboramiz. Bog'lanish nomer har doimgidek 99 kodi bilan 716 53 78. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.